Keling, bugungi tahlilimizni bir nechta juda qiziq va muhim savollar bilan boshlaymiz. Tasavvur qiling, sizning ulkan karraxonangiz bor va uni boshqarib turadigan hashamatli bir bosh ofis. Lekin bu ofisning o'zi hech qanday mahsulot ishlab chiqarmaydi, ya'ni bir so'm ham pul keltirmaydi. Xo'sh, unda uning qadrsizlanishini, ya'ni qiymati tushib ketganini qanday aniqlash mumkin? Yoki boshqa bir misol. Siz bir kompaniyani o'zining bozor qiymatidan ancha qimmatga sotib oldingiz. Nima uchun? Chunki uning bozorda yaxshi nomi, ya'ni obro'si bor edi. Agar vaqt o'tib, bu yaxshi nom o'z kuchini yo'qotsa, ko'rilgan zararni qanday hisoblaysiz? Va eng asosiysi, mana shunday ko'zga ko'rinmas aktivlardan, ya'ni bosh ofis yoki o'sha yaxshi nomdan keladigan zararlar moliyaviy hisobotda umuman qayerga va qanday qilib yoziladi? Agar shu savollar sizga qiziq bo'lsa, demak siz to'g'ri joydasiz. Chunki bugun biz aynan mana shu chigal muammolarga yechim topamiz. Siz bilan birga xalqaro moliya standartlari, ya'ni IFRS asosida pul keltirmaydigan korporativ aktivlar va goodwillni qadrsizlanishga tekshirishning yashirin qoidalarini o'rganamiz. Bu bilimlar sizga biznesdagi ko'zga ko'rinmas yo'qotishlarni to'g'ri aniqlab, moliyaviy hisobotda aniq aks ettirishga yordam beradi. Assalomu alaykum, hurmatli moliya olamining ixlosmandlari. Agar tayyor bo'lsangiz, keling, ushbu nihoyatda muhim mavzuga chuqurroq sho'ng'iymiz. Eslasangiz, o'tgan darsimizda aktivlarni guruhlarga, ya'ni pul ishlab chiqaruvchi birliklar yoki qisqacha CGUlarga birlashtirishni o'rgangan edik. Lekin bilasizmi, har qanday buxgalter yoki moliyachi uchun doim bosh og'riq bo'ladigan ikkita aktiv bor. Bular korporativ aktivlar va goodwill. Mana shu slaydda bu ikkala aktivning eng katta muammosi yaqqol ko'rsatilgan. Qarang, bir tomonda korporativ aktivlar. Bularga kompaniyaning bosh ofisi, umumiy kompyuter markazi yoki ilmiy tadqiqot laboratoriyalari kiradi. Ular butun korxona uchun ishlaydi, lekin o'z-o'zidan pul keltirmaydi. Ikkinchi tomonda esa goodwill. Goodwill nima o'zi? Bu siz boshqa bir biznesni sotib olayotganda uning brendi, mijozlar bazasi, obro'si uchun to'lagan qo'shimcha pulingiz. U ham mustaqil pul oqimini yaratmaydi. Xo'sh, agar ular pul keltirmasa, ularning qadri tushganini qanday bilamiz? Xo'sh, xalqaro moliya standartlari bu jumboqqa qanday yechim taklif qiladi? Qizig'i shundaki, yechim juda oddiy va mantiqiy. Standart aytadiki, bu muammoli aktivlarni yolg'iz o'zini tekshirishga urinmang. Buning o'rniga ularni o'zlari xizmat ko'rsatadigan pul keltiruvchi birliklarga, ya'ni zavodlarga, do'konlarga taqsimlang. Masalan, bosh ofis 3 ta zavod faoliyatini boshqarib tursa, uning qiymati shu 3 ta zavod o'rtasida mantiqan taqsimlanadi va ular bilan birgalikda bir butun sifatida qadrsizlanish testidan o'tkaziladi. Juda oddiy, shunday emasmi? Demak, qoidani mustahkamlab olamiz. Aktivning qiymati o'zi xizmat qiladigan CGUlar qiymatiga shunchaki qo'shiladi va butun bu katta birlik birgalikda tekshiriladi. Va mana bu joyga alohida e'tibor bering. Bu eng muhim qoida. Agar biror bir CGUga goodwill biriktirilgan bo'lsa, u har yili istisnosiz majburiy tarzda qadrsizlanishga tekshirilishi shart. Nima uchun deysizmi? Chunki bu talab investorlarni himoya qiladi. U kompaniyalarga sotib olingan biznes uchun ortiqcha to'langan pulni yashirishga yo'l qo'ymaydi. Bu standartning eng qattiq talablaridan biri. Hurmatli do'stlar, agar ushbu ma'lumotlar sizga foydali bo'layotgan bo'lsa, ushbu bilimlarni sizga berish uchun mehnat qilayotgan video ijodkorlari uchun like bosib qo'ying va bundanda sifatli ma'lumotlarni o'tkazib yubormaslik uchun obuna bo'lishni unutmang. Yaxshi, aktivlarni taqsimlash qoidasini tushundik, lekin hayotda hamma narsa ham biz o'ylagandek silliq bo'lavermaydi. Ba'zida bosh ofis xarajatlarini yoki goodwillni alohida zavodlarga aniq taqsimlashning hech iloji bo'lmaydi. Xo'sh, shunday vaziyatda qanday yo'l tutamiz? Aynan mana shunday murakkab holatlar uchun xalqaro standartda maxsus yechim bor. U 2 bosqichli test deb nomlanadi. Keling, bu qanday ishlashini tushunish uchun Baraka korxonasi misolini ko'rib chiqamiz. Faraz qiling, Baraka korxonasi 3 ta zavodni sotib oldi va ular bilan birga goodwill ham keldi. Lekin bu goodwill qaysi zavodga tegishli ekanligini aniqlab bo'lmadi. Ikkita bosqichli testning mantiqi juda ham sodda. Birinchi bosqichda biz goodwillni vaqtincha bir chetga olib turamizda, har bir zavodni alohida qadrsizlanishga tekshiramiz. Bu bizga aynan qaysi zavodning o'zida muammo borligini aniqlashga yordam beradi. Ikkinchi bosqichda esa barcha zavodlarni bitta katta guruhga birlashtiramiz, unga haligi goodwillni ham qo'shamiz va endi butun biznesni birgalikda yaxlit holda tekshiruvdan o'tkazamiz. Endi Baraka korxonasi misoliga qaytaylik.
Mana birinchi bosqichda D, I va F zavodlarini alohida tekshirganimizda faqatgina F zavodida zarar borligi aniqlandi. Demak, biz birinchi navbatda faqat shu F zavodining aktivlari qiymatini kamaytirib, zararni hisobotga yozamiz. Boshqa zavodlarga tegmaymiz. Endi ikkinchi bosqich. Biz uchala zavodni D plus I plus F bitta katta korxona deb hisoblab, unga goodwillni qo'shdik va qayta tekshirdik. Natijada umumiy guruhda yana zarar chiqdi. Eng muhim nuqta mana shu yerda. Ikkinchi bosqichda chiqqan bu yangi zarar endi zavodlarga emas, to'g'ridan-to'g'ri goodwillning qiymatidan yechib olinadi. Shu tariqa goodwillning qadrsizlanishi tan olinadi. Mana azizlar, bugungi murakkab, ammo juda ham muhim tahlilimiz o'z yakuniga yetdi. Ko'rib turganingizdek, xalqaro standartlar hatto eng chigal vaziyatlar uchun ham aniq va mantiqiy yechimlarni taklif qiladi. Lekin bizda hali yechilmagan bitta jumboq qoldi. Tasavvur qiling, biz tekshirgan CGUda 100 million so'm zarar aniqlandi. Bu birlikning ichida bino ham bor, uskunalar ham, patent ham va albatta goodwill ham bor. Savol, shu 100 million so'm zararni qaysi aktivdan birinchi bo'lib ayirib tashlaymiz? Binodanmi yoki patentdan? Balki goodwilldan boshlash kerakdir. Xalqaro standartning bu boradagi qat'iy ketma-ketligi qanday? Bu savolning javobini biz keyingi darsimiz zararni taqsimlash algoritmida batafsil ko'rib chiqamiz. Uni aslo o'tkazib yubormang. Uncha esa bugun o'rgangan bilimlarimizni sinab ko'rish uchun sizga bir savol. Kelajak nomli xoldingning markaziy ilmiy tadqiqot laboratoriyasi bor. Bu laboratoriya bir nechta fabrikalarga xizmat ko'rsatadi, lekin o'zi mustaqil hech narsa sotmaydi va pul ishlab chiqarmaydi. Diqqat, savol. Xalqaro standartlar nuqtai nazaridan ushbu laboratoriyaning o'zi alohida, mustaqil pul ishlab chiqaruvchi birlik, ya'ni CGU deb hisoblana oladimi? Ha yoki yo'q? Va eng muhimi, nima uchun? Javobingizni hoziroq kommentariyada yozib qoldiring. To'g'ri va eng tezkor javobni topgan dastlabki 3 ta ishtirokchining ismini keyingi videoda e'lon qilamiz. Fikrlaringizni kutib qolaman. Keyingi videoda ko'rishguncha. Agar video yoqqan bo'lsa, like va obuna bilan bizni qo'llab-quvvatlash esingizdan chiqmasin. Biz bilim beramiz, sizdan esa ozgina e'tibor kifoya. Omon bo'ling.